Assalomu alaykum. 5-iyun ekan bugun. Vishne qora giroslarimizni o'tashni boshladik. Ertadan xudo xohlasa chopib, o'rgamchikanaga обработка qilishni boshlaymiz. Holatlar mana oldi bir qarashdan o'tib oldi. Chiqishlari zo'r bo'lgan, faqat shu oy kasallik tushirmasdan esaloma o'tkazib olsak, keyingi ulamagacha zo'r bo'lib o'sadi. Qurish почти yo'q desa bo'ladi, lekin ora-orada bittadan bor. Uni faqat dorilash bilan kurashyapmiz hozircha. Bu toshli zona uchun hali taqalamaymiz. Ko'p odam taqalab ishlarni olib boryapti, chunki bir desa qurib ketib qolishi mumkin issiq joyda. Hazar zona bo'lgani uchun xudo xolasa iyulga borib taqalashni boshlaymiz.